bovam aytqan hikmetler. Qildek sevellik, pildek akıbet keltirer. Avazda Unçem Rozi. Burunning burnusida bir padişah ötken ekan. U taqvodor hem adil ekan. Her xil hayvanat ve qushlarning tilini bildi ekan. Şuna uningga odam, hayvanat ve qushlarmı cho'qindi ekan. Xalq padişahini nayt yaxshi ko'rdi ekan. Şuna ular her qandaq vaqtda padişahning oldiga kirib, dard ahvolini to'liq ayta oladi ekan. Şundaq bo'lg'achqa, padişahning aram olgudekmi vaqti yo'q ekan. Kunlarning birida padişah sayohatga chiqib, aram olmoqchi bo'pti. Padişah o'ziga kimlarning hamroh bo'lib bordiganligini so'ragankan, bütün vazirlar, jamoat, hatto qushlarmu hamroh bo'lib birga bordiganligini aytibdi. Padişah sayohatga manganda cho'l jazira bilan mangdiganligini debdi. Vazirlar bo'lsa shahar va mahalla bilan mengib, texim ko'p xalq bilan padişahning ko'rishishini umid qildi. Padişah bu taklifni rad qildi va ayiqning o'ziga hamroh bo'lib, birga menish talabini qabul qilganligini jakalabdi. Shundoq qilib, padişah ayiqning hamrohligida sayohatga mengibdi. Xalqlar bo'lsa, ayiq degan tarsa narsa padişahga ziyon zahmat yetkazib qo'yamikin deb ansirishibdi. Padişah tomuz issiqda ayiq bilan cho'l kezib 3 kun mengibdi. Oxiri bir buloqning qishig'i kepti. Padişah buloq bo'yidagi daraxtning tuyiga kelib, saydab o'ltirib, ugidab qapti. Ayiq ovlab, qo'sqin to'yg'izib, padişahning qishig'i kepti. Ayiq padişahning yuziga bir qancha chivin o'lishib, padişahni uxlatmayotganligini ko'ribdi. Ayiqning chivinga nayt achchig'i kepti-da, yo'g'on bir toshni ko'tarib kelib, padişahning yuziga qo'ngan chivinga bir urgan ekan, chivin uchib ketib, padişah shu zamon o'libdi. Padişahning ommidan ayrilib chiqib, aqlsiz ayiqning qo'lida o'lganligiga xalq qattiq echinibdi. Hikmat, sen munosabatlashadigan obyektini haqiqiy kuzatmasang, u sana yaxshi ish qilib beraman deb tasodifiy voqealarni keltirib chiqarishi mumkin. Shunga sen mayli qandaq ish bo'lishidan qat'iy nazar, atrofingdagilarni obdan tanla. Ular sening g'albangga va yoki mag'lubiyatingga sabab bo'ladi.